Adasi, O'labey. shashlik yegim kelyapti. Yaxshi-ku. Shashlik sandan aylansin. Oyim qatala. Peshin namozini o'qib, hozirdan yotgan bo'lsa kerak. Unda men borib shashlik olib kelgunimcha oyim ham o'rnidan turib qoladi. Issiq choy qo'yib turasan, oshxonaga kirib, uchalamiz birgalikda mazza qilib olamiz, xo'p? Oyjon bilan emas, siz bilan yolg'iz bir o'zimiz yegim kelyapti. Ha, oyimsizmi? Bo'ldi. Unda sen indamay o'tirib tur. Men borib olib kelaman, ha? Ikkalamiz bildirmasdan yeb olamiz. Oyim uyg'onib qolmasin. Ha, bo'ladi. Bo'pti, men ketdim. Alo. Akasi? Hadi. Ha? Men keldim, sakin chiqqan. Oyim xonasidan sekin o'tgan, eshitib qolmasin, uyg'onib qolmasin. Ha, bo'ladi. Tezroq bo'l. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Keling kızım. Choy olib kelaymi men? Yo'q, mana choylarni damlab tayyor qilib turibman. Keling kızım. Kel. O'tir. O'tiring kızım. Mana oğlum choy ich. Oyjon, choyni nimaga bera qoling? Yo'q, o'zim qo'yaman, jonim bolam. Siz menga shashliklar ilinib, men siz bir luqma ham yegiz kelmagan ekan, jonim bolam. Rosa xursand bo'ldim men. Men sizni qizim deb qabul qilganman. Meni qizim yo'q. Qizim sizsiz meni, o'zim o'rgilay sizdan. Qani, olinglar bolalarim. Qani kechi? Choy mana. Kiraver. Assalomu alaykum. Ne bolam? Onajonim bezovta qildim, ha sizni ham. Yo'q, mayli, peshindan keyin birpas. Unda ham Qo'rqibsiz-da. Onajonim, Ke bolam? bir shashlik yemaymizmi? Keliniz homilador bilasiz, shashlik yegisi kelib qolibdi. Lekin bitta shartim dedi, onajonimsiz ovqatlanmayman dedi. Voy o'rgilay. Qarang, Alloh rozi bo'lsin keliningizdan. Qizimni borganman-da, mana bolam. Alloh razı bo'lsin, bolam. Qizim yo'qligini bildirmay, qizim O'shanga. o'rniga qiz. Oyijonimni ham ayting, oyijonim ham billa o'tirib, billa yesak yeymiz, bo'lmasa umuman yemayman deb turib oldi. Onajonim siz o'shanga dam olib turing. Men shoshlik olib kelay, hozir keliningizga aytaman. O'shani choylar tayyor qilib turadi. Xo'p bo'ladi. Keyin birgalikda yeb olamiz. Kelinni qo'y. homilador. Ha. O'zim qo'yib turaman choylarni. Umar shashlik bilan siylamoqchi ekan. Onam, onajonim. Hozir. Bo'pti. Hozir kelaman. Issiq olib kelaman. Onajonim, oling. Siz bir luqma ham yemayman dedi-ya bu. Zap keling ichidagansiz-da. Qani, biza ona barisiz boshlamaguncha boshlamaydi bu. Ana, olingchi onajon. Olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'zingga shukr. Onam qanchalar xursand bo'lganini ko'rdingmi? Onam menga bir kecha uyqularini bedor o'tkazib qaraganligini bir umr xizmatini qilib ham ado qila olmayman. Endi onam menga shunday oqyub oqtarasa-ku, men bir luqmani onamdan yashirib farzandimga bersam, bo'lajak farzandimga bu ne'mat halolmikan? Meni kechiring. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Endi zinhor bu gapingni eshitmay. Boshqa qaytarilmasin.